Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga Agramash Elite jamoasidan Qurbon hayiti munosabati bilan zo'r yangiligimiz bor. Xudo xolasa video oxirida aytib o'tib ketamiz. Ancha-muncha skidkalar e'lon qilganmiz. Traktorlarimizga, agregatlarimizga video oxirida aytib o'tib ketamiz. Narxlari videoning oxirida. Ko'pchilik akalarimiz so'ragan, umumiy ishlarga mo'ljallangan kultivatorga, qator orasiga ishlash uchun don ekish stelkasi, chigit ekish stelkalarini ko'tarishga mo'ljallangan. Undan tashqari men bunday ikki qatorlik makkajo'xori o'rish qurilmalarini ishlatish uchun kerak bo'ladigan traktorlardan biri 110 ot kuchiga ega bo'lgan Zumlion 1104 Pro modeli. Bu turbina bilan jihozlangan, ot kuchi juda ham yaxshi, ishlashlari zo'r, ehtiyot qismlari bor. Traktor ko'pchilik ishlatayotganlar biladi bu haqida. Undan tashqari bu agregatimizga keladigan bo'lsak, 360 gradus burilish sistemasi, bu ya'ni baland bortli pritseplarga, yuk mashinalarga yuklab berish uchun mo'ljallangan. Kommentda ko'pchilik so'raydi, necha ot kuchigacha tavsiya qila olasiz buni o'zi? 110, 120 dan yuqorisi. Undan pastiga ishlatsa bo'ladi, lekin qiynaladi. U minimal, hozir men bu eng pastki chegara. 110 ot kuchi eng past, ha, undan yuqorisiga ishlatsa yaxshi bo'ladi odatda. Kuniga o'rtacha optimal ishlab turgan variantida necha gektargacha o'rib bera oladi bu? Endi bu odatda unumdorlikka bog'liq. Makkajo'xori yaxshi hosil bergan bo'lsa, misol uchun, salgina kamroq gektar u tonnada hisoblanadi. Misol uchun, kattaroq yer maydonlarida agar unumdorlik yuqori bo'layotgan bo'lsa, ish unumiga ta'sir qiladi. Menimcha katta yerlar uchun spesial boshqa kattaroq varianti ham bor buni. Bir qatorlik, ikki qatorlik, uch qatorligi bizda hozirgi kunda mavjud. Sotuvda mavjud. Bu traktor uchun mo'ljallab buni ko'rsatdik. Bu shundan Jaguar sig'maydigan kichkina yerlar bo'ladi-yu, o'shalarga vobshe zo'r ekanda. Ko'pchilik fermer akalarimiz biladi. Buni Jaguarning ukasi deyiladi o'zi aslida. Jaguardan Jaguardek bo'lmasa ham Jaguarga yaqin ish qiladi. Xudo xolasa biz kanallarimizda bundan oldin ham joylaganmiz. Uni ko'rishlari mumkin. Ishlash videolari bor. Bu ham yaxshi ishlaydi. Charxi bormi o'zini? Mana bu ko'rib turganingiz charx toshi buraydigan bo'lsa, o'sha burab o'zini pichoqlarini o'zi o'tkirlash xususiyatiga ega. Charxdan ham mayli. Bir ko'pchilik so'raydigan narsa, 1 yil ishlatib, 2 yil ishlatib, keyin men zapchas qidirib yurmaymanmi deydi-da ko'pchilik. Hozirgi kunda o'zimizda eng optimal, eng talabbob zapchaslari bor. Ulardan birinchisi mana aytib o'tib ketamiz. Yashirish yo'q. Men bu iminni makkajo'xorini o'radigan arrasi ichida remeni bo'ladi, remeni ketadi. Mana bu yerda pichoq bo'ladi. Charx toshi bilan pichoq. O'zi asosan eng ko'p talab qilinadigan zapchasi 4 ta. Undan tashqari deyarli 50-60% zapchasi bor. Bu texnikani avval ishlatib ko'rmaganlar bo'lsa, tushunmaganlar bo'lsa, qisqacha ma'lumot beryapmiz. Bu narsani ko'pchilik biladi, ko'pchilik ishlatgan. Buni har xil turi bor. Qizil rangdagisi, yashil rangdagisi, qora rangdagisi. Bu Chelekil brendiga tegishli Challenger 2si. Buni ko'pchilik biladi. Buni sifati ham salkam o'sha Jaguardan qolishmaydigan darajada. Buni ko'pchilik o'zimizning tilimizda Jaguar ukasi deb qo'yishadi. Buni bu joyda 12 dona pichog'i bo'ladi. 12 dona pichoqni charxlash uchun charx toshi bor. Undan tashqari buni tepa tomonini rostlash uchun, o'ngga chapga burish uchun bu yerda richaylarimiz bor. Richaylar bilan rostlashimiz mumkin. Undan tashqari bu ikki xil tipda harakatlanadi. Shu holatda traktorda orqaga yurg'azib ham ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana bu palesi, bitta pales emas, narigi tomonda. Mana bu palesni sug'urib, uni shuni aylantirib yon tomoniga traktorni oldinga harakatlantirib haydatsa ham bo'ladi, ishlasa ham bo'ladi. Bu traktorimiz universal traktor hisoblanadi. Odatda ko'pchilik ishlar uchun mo'ljallangan kultivator, chigit ekish stelkasi, don ekish stelkasi, makkajo'xori o'rish apparati, undan tashqari qator orasiga ham ishlov beradi. 76 sxemaga mos keladi. Takka xullas buni olgandan keyin Xudo xolasa, umuman Jaguarga ehtiyoj qolmasa ekan, mini fermerlarda, fermerlarga, masalan, sezon paytida bilasiz, Jaguarlari 10 kunlab, 5 kunlab kutish kerak-ku. Unaqa narsa bo'lmasa ekan, buni olgan odam. Keyin narxi ham menimcha 10 barobarlar arzon Jaguardan. Albatta, bu Jaguar bilan endi buni taqqoslash qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, ko'pchilik Jaguarni qanday ishlashini biladi. Bu
buni Jaguar bilan bir xil demoqchi emasmiz, lekin siz ishda qizg'in paytida Jaguarlar Sezon paytida, eng sezon paytida ular topish qiyin problema. Chunki telefon qilsangiz men u yerdaman, bu yerdaman yoki ba'zi bir sabablar bilan kela olmaydi, sizni vaqtingiz yo'q, ishlatishingiz kerak. O'sha paytga juda zo'r asqotadigan texnika. Siz eng yetilgan paytda o'rmasangiz, ancha massa ham yo'qoladi, hosildorlik effekti ham tushib ketadi, keyin makkan bo'lmabdi deb yuraveradi-da fermerlar. O'sha ayni momentida o'rmasa. Xudo xolasa buni olganlar ancha zo'r ishlatishyapti hozirgi kunda. Qiziqqanlar bo'lsa, telefonda aloqaga chiqsanglar, ularning nomerlarini beramiz, bemalol kelib gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Traktor haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaylik. Traktor voy yuqorida aytdik, traktor 76 sxemaga moslashadi deb aytdik. Uni moslashtirish uchun bu yerdan rostlanayotgan joylari bor. Oldi g'ildirakdan ham rostlanayotgan joylari bor. Umid aka 76 mayli. Qo'sh qator hozir eng trendga chiqqanmisiz? Qo'sh qatorga ham ishlab bera oladimi bemalol? Albatta qo'sh qatorga ham ishlataverasiz. 76 sxemaga tushdi degan qo'sh qatorga ham tushadi, albatta. Agar fermerlar menga shuni tushirib ber desa, bemalol nomma tushirib beraveramiz. Albatta 116 kuchi Pro modeli, motorlari injektorli, motor kuchli motor, Yuchay motor bilan jihozlangan turbina motor. Turbina ishlashlari yaxshi. Kelib, qiziqqanlar bo'lsa, kelib xarid qilinglar. Qurbon hayit munosabati bilan skidka qilganmiz. Skidkamizni ham hozir men bu videoni oxirida aytib o'tib ketaman. Iloji boricha qo'ldan kelgancha sizlarga yordam qilib, xudo xolasa yaxshi narxlarda xarid qilasizlar. Frezamizgacha, frezamizni ham aytib o'tdik. Traktorimiz haqiga ham to'xtalik. Bu 1604 traktori ko'pchiliklar buni ishlatgan. Bu 2025-yilniki, 2025 2024-2025 bilan nima farqi bor deganlarga, buni salonida birmuncha farqi bor. Sidinalariga qarasanglar boshqacha tipda, undan tashqari ko'pchilik akalar so'raydi, buni biron bir zadniy mostlarda, transmission sistemada ham o'zgarishlar bormi degan. Birmuncha usileniya qilib chiqarilgan bu traktor 2025-yilda. Aynan qaysi ehtiyot qismi usileniya qilingan shuni? Именно orqa zadniy chasti Bartoy sistemasi bilan satelitlari birmuncha usilet qilingan. Ha. Oldingidan farqi shunda 2024. Farqi bor shunda. Undan tashqari traktorning orqa tomonidagi gidrovixtlarga qarasanglar ham 2024 bilan 25nikida shu joyda ham farqi bor. Bular qiyshayib turgan holatda ko'ringan. Oldingilarda to'g'ri bo'lganda shunda? 24larda to'g'ri holatda chiqqan. Qolgan joylari deyarli bir xil. Birga bir. Silindrlari, zadniy chastlari bir xil. Endi bu frezamizga boya ko'p to'xtalmadik. Bu frezamiz Lemken Safir selkamiz bor u tomonda, ko'rishinglar mumkin. Lemken Safirni oldidagi Sirkon degan agregati bilan bu deyarli o'xshash, bir xil narsa. Xuddi shunga o'xshab bu ham orqa tomoniga xolasangiz pnevmatik selka, xolasangiz don selkasini ham ulashingiz mumkin. Shunda faqat freza vazifasini bajarmaydi bu shunda, to'g'rimi? Yo'q, frezadan tashqari orqasiga selka ishlatishingiz ham mumkin. Lemkinga o'xshab, Lemkin Safirga o'xshab ishlatsa bo'ladi. Katogi boshqacha ekan, diski baranalarga qaraganda. Bu katok turbali bo'ladi-ku bilsangiz. Bu katok o'zi odatda yer tayyorlanmagan yerga solish uchun mo'ljallangan mana bu frezamiz. O'sha tayyorlanmagan yerda ishlov berilgandan keyin u yerda birmuncha kesaklar paydo bo'lishi mumkin. O'sha kesaklarni maydalash uchun yaxshi frez katoklardan qo'yilgan. Qaysi traktorlarni tavsiya qilasiz odatda O'zbekistonning mashhur traktorlari? 160 dan yuqorisiga. Agarda 160 dan yuqorisiga orqa tomoniga selka qo'shib ishlataman desangiz. Aka, endi eng zo'r joyi, videoni boshida aytganingiz-ku, skidka qilib beraman, Qurbon hayiti munosabati bilan dedingiz. O'shani kutdi xalq. Endi qancha qilib berasiz obunachilarimizga, videoni ko'rganlarga? Bo'ladigan chiroyli. Mana shu videoni ko'rib, skidka e'lon qilgan ekansizlar, o'shaning uchun aloqaga chiqyapmiz deganlar uchun 15% dan 20% gacha skidka e'lon qilib beramiz ularga. Naqd puli bo'lmagan mijozlarimizga qanaqa variantingiz bor? Naqd puli bo'lmaganlar uchun 3 xil, 4 xil lizing kompaniyamiz bor. Lizing kompaniya orqali, undan tashqari 50% dan yuqori to'laganlar uchun nasiya savdo bor. Nasiya savdo ham ko'pchilik tushunmayapti. Nasiya savdo o'zingizlar bilan bitadimi deydi. Yo'q, nasiya savdomiz ham через lizing orqali bo'ladi. Aka, endi eng qiziq joyi, videoni boshida aytdingiz, narxini aytib ketaman. Zo'r skidka qilib beraman degandingiz. Endi skidkasini ayting bilan, bo'ladigan joyi. Kuzatuvchilarimiz ko'rib turishgan bo'lsa, ushbu texnikamizni 400 million sotganmiz, 360 millionga tushirib qo'ydik. Hayit munosabati bilan. Xudo xolasa ulgurib qolinglar. Traktorimiz soni ham kam, cheklangan. Undan keyingi partiyalar qimmatroq chiqadi. Shuning uchun buni kelishtirib chiroyli qilib beramiz 360 millionga. Umid aka, videoni ko'rdim deganlarga qanaqa bir sovg'alaringiz bormi? Kelsa, Umidjon videoni ko'rib kelyapman, shu yerga desa. Olish niyatlari bo'lib,
videoni ko'rib keldim. Mana sizlar skidka e'lon qildinglar. O'sha skidkalarda ulgurib qolay deb kelganlar uchun maxsus sovg'amiz bor. Kelsa maxsus sovg'a qilib beramiz. Va'da. Qilib beriladi, xudo xolasa. Endi agregatga keladigan bo'lsak, agregatimizni 210 million sotganmiz, 205 200 millionga ham qilib beramiz. Vertikalniy freza, orqa tomonida selka ildiradigan joylari bilan birga 185 million sotilgan vertikalniy frezamizni 175 million qo'yamiz. 10 million Lizingga ham shu narxmi? Lizingga ham shu narx qilib beramiz. Bo'ldi. Endi 2025-yilda ishlab chiqarilgan traktorimizni 580 milliondan kam sotmaganmiz. 540 millionga, 40 million skidka. Traktorimizni kelib, ko'rib, haydab, agregatlarimizni ham bitta-bittalab ko'rib olib, xarid qilishingiz mumkin. Aytib ketingda 2024-yil traktor bilan buni solishtirmanglar. Bu 2025-yil ishlab chiqarilgan traktor. Yili yangi. Anchagina o'zgarishlar ham mavjud. Aka, endi lizing shartlarini tushuntirib o'ting. Ha, lizingimiz hozirgi kunda 3 ta 4 ta lizing kompaniyalar bilan ishlab turibmiz. Boshlang'ich to'lov 20, 30, 40%. 20%liklar oyma-oyga chiqib qoladi. 30-40%liklar har 6 oyda yoki har 3 oyda bo'lib to'lash evaziga olib xarid qilsanglar bo'ladi. 1 yildan 3 yil muddatgacha. 3 yilgacha. 1 yildan 3 yil muddatgacha olsa bo'ladi. Akalar, videomizni ko'rdinglar, narxlarni eshitdinglar. Xudo xolasa, telefon pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilinglar. Yana ham aka, mana kelsanglar, maxsus sovg'alarimiz bor. Narxlardan ham xudo xolasa yana ham kelishtirishga harakat qilamiz. Sizam bo'lib ketasizlar, xudo xolasa. Videomizga like bosib, fermer, traktorchi bolalarga tez jo'natib qo'ysalar, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi bu videomiz. E'tiboringlar uchun rahmat.